Ona bo'lish juda mas'uliyatli, unga tayyorgarlik ko'rish esa katta e'tiborni talab etadi. Ko'p farzandli ona sifatida mendan maslahat so'rashadi. Kasalxonaga qanday tayyorgarlik ko'rish mumkin? Nimalar kerak bo'ladi? Albatta siz uchun toza choyshab, sochiqlar, bir juft kiyimlar, issiq paypoqlar hamda gigiyena vositalari kerak bo'ladi. Albatta o'zim uchun Faberlikdan barcha gigiyena mahsulotlarini tayyorlab olaman. Paypoqlar ham Faberlikdan sifati a'lo darajada. Jajji bolajonimizni ilk kunlarida yog' parvarishlash uchun kerak bo'lgan kremlar va gigiyenik mahsulotlar, albatta kiyimlar juda muhim. Jajji kichkintoy bilan ovora bo'lganimda ikkita katta farzandim uchun ham mashg'ulotlarni rejasini tuzib qo'ydim. Farzandimizning sog'lom dunyoga kelishida to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilish o'ta muhimdir. Shuning uchun ovqatlanish tartibida albatta tabiiy mahsulotlarni o'rni beqiyos deb hisoblayman. Buning uchun har doim mevalar hamda sut mahsulotlarini tez-tez iste'mol qilib turaman. Shuningdek, ozuqaviy qo'shimcha mahsulotlarimizni ham iste'mol qilaman.